Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, aziz yurtdoshlar. Siz ham Toshkentdan Moskvaga arzon hamda hamyonbop biletlar qidiryapsizmi? Unda bizning reyslarimiz aynan siz uchun. Bizning reys kunlarimiz seshanba hamda juma kunlarini tashkil etadi. Ketish Toshkent avtovokzalidan bo'ladi. Manzil Moskvadan qaytish manzili bo'lsa Kotellik metrosidan bo'ladi. Tulpor Baykonur tomonidan qo'yilgan avtobuslarimizda siz uchun barcha sharoitlar mavjud, ya'ni qulay o'rindiqlar, telefon uchun quvvatlagich, ikkita mavsumga mo'ljallangan konditsionerlarimiz, o'zingiz bilan 50 kilogramdan 60 kilogrammgacha bo'lgan yuklarni olib ketish imkoniyati ham mavjud. Bizda Instagram, Telegram, YouTube, Facebook kanallari ham faoliyat yuritmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar orqali siz biletlarni narxlari bilan tanishib chiqishingiz, avtobusni sharoitlari bilan tanishib chiqishingiz va o'jollaringizni onlayn tarzda xarid qilish imkoniyatiga ham egasiz. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va o'jollaringizni band qiling. Tanlovda adashmang. Bundan tashqari bizda yozgi chegirmalarga ham e'lon berilgan. Chegirma narxlari bilan tanishib chiqish uchun biz bilan bog'laning.